Uzumdan qanday vino tayyorlanishini o'rgataman. Yo'g'i, qanday shinni tayyorlanishini o'rgataman. Yaxshi donlarni ajratib, menga o'xshab uzum shinnisini tayyorlab berkitib, qishda nonushtaga ha deb murabbo, shirchoy ichib zerikib ketganingizda uzum shinningiz borligi esingizga tushib, olib chiqib dasturxonga qo'ysangiz, qaynona-qaynotangiz qolib bolajonlaringizdan ham rahmat eshitishingiz aniq. O'sha ajratib olingan uzumlarni yaxshilab yuvib, blenderdan maydalab chiqarib olamiz. Maydalangan uzumlarni suzgi yordamida suvni ajratib olamiz. Ajratib olingan suvni qozonga quyib, gaz ustiga qaynatishga qo'yib olamiz. Qaynashni boshlaganda o'zidan ko'pik ajratishni boshlaydi. O'sha ko'piklarni olib turamiz. Har 15-20 minutda tagiga olmaslik uchun kovlab turamiz. Qaynab qo'yilishni boshlaganda suyuqroq shinni xohlovchilar menga o'xshab berkitsangiz bo'laveradi. Bu shinniga shakar solinmaydimi desangiz, uzumni shirasi juda o'tkir bo'ladi. Shu sababdan solinmaydi. Tayyor bo'lgan shinnini parlangan bankalarga solib berkitib olib qo'yishingiz mumkin. Sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan-da qiziqarli videolar hali oldinda. Yoqqan bo'lsa kommentariyaga 10, yoqmasa 5 qo'yib ketaverasizlar. Xafa bo'lish yo'q.